Ya, mahallamdagi Firdavs shikalitchimi? Uyga ketyapti shekilli. Mayli, avvalo qolay. Hech kim o'zi mashinada ishkal chiqarmas. Assalomu alaykum Bahadur aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uyga ketyapsanmi? Ha? Chiq, topitaman. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshisanmi? Shuni yaxshi ish qilib? Ha? Ishga chiqarmayapsan maktabda? Yo'q. Ha, bo'pti, remni taq. Aka, menga rezinka alishaman. Bu remni aytayotganim yo'q. Mashina remni dedi. Taq buni. Neydi? Yaxshi aka. Ana deysiz, yaxshi o'qib ishga chiqarmayapsan ish qilib? Yo'q. Men qo'shnisimdan Bahadur aka aylasam, yo'q deydi. Shunga bitta imzo berib qo'yib bering aka. Bo'pti, daftarini urotda ber, ruchka bilan daftar. Yo'q, qo'limga qo'yib qo'yavering. Qo'lingga qanday qo'yaman? Baribir yutsa o'chib ketadi-ku. Aka, men sizni qo'shnilaringizni yomon yaxshi ko'raman-da. Hali qo'shningiz bor-ku, vaqtjongan hammani. Aka, o'shasan. Men bilan qo'shildim. Sen qayerda olding bilan qo'shildim? Endi aytasiz, shu qo'shiq kelajakda aka. Ha, kelajakdami? Qara. Sen kelajak ko'radigan bo'lsan-da. Endi aka, men ham Instagram ochganman shu desangiz. Ha, ya. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Men kim bilanman ertami? Bahriddin Zuhriddinov akam bilan bitta mashinaga ketyapmiz mana. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shu Bahriddin akamning jigarlarim degan qo'shiq bor-ku, o'shani she'rini men yozganman, o'shaga Chir. Qanaqa sen yozasan? Endi maktabga kirganingga necha sinfsan o'zi? 8. Sen qatdan u she'r yozasan bunaqa deb o'zingni hammaga aytib o'rmang. Ertaga bir shoir bir eshitib qolsa bilasanmi nima deydi? Muammo bo'ladi. Ostidan ishkalchi bola ekansan sen. Muammo bo'lib qolmasa bo'ldi-ku endi menga. Muammo bo'lmaydi o'zi. 4-5 obunachim bor. O'zi bekorga aytishmaydi ekan Firdavs ishkalchi deb. Yo'q, ishkalmas aka. Tinib tur. Alo. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Yo'q, u hozir bir mahallamda bir bola edi, u bilmasdan gapirib yubordi, hazillashib. Hozir o'shanga bunga hozir tanbeh berib turdim hozir. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Yo'q, qanaqasiga aka? Billah, hamma biladi-ku, uni siz yozganingizni. Bo'ldi. Hozir hal qilamiz aka. Aka, boshlandi endi muammo. Katta muammoni boshlab qo'ydingiz shekilli endi. Aka, lekin unaqa ko'p obunachim yo'q edi-yu. Ko'p obunachi bo'lmaganlar bilmayman. Bir ketdi уже. Endi hali bu muammolarni birgalikda hal qilamiz shekilli-ku. Alo. Assalomu alaykum. Sizlar ham ko'rdinglarmi? Shu mahallamdagi bir sal zo'rasharoq bola bor edi. Hozir promotorda. Bo'ldi, hozir gaplashaman, hozir hal qilyapman. Shoir bilan ham gaplashdim hozir. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Xo'p. Muammoni kattasini boshlab qo'ydingiz endi. Bu yog'ini o'zi hal qilasiz. Aka, faqat dadamga aytmang. Dadangni birga olib boraman. Tosh boshinadan, Sen o'zi bekor olma. Mana qanday hal qilaman? Yaxshi, ustozimga aytaman mashhurroq.